Tojikistonlik 10 yoshli Qobiljonning umriga zomin bo'lgan mana bu natsist, ratsist, iflos 15 yoshli Timofeyga qanaqa jazo berilishi mumkin ko'rib chiqamiz. Sodda tushuntiraman, Rossiyaning Jinoyat kodeksi 105-moddasi odam o'ldirish ekan. 6 yildan 15 yilgacha qamoq. Lekin bu bolani qilmishida og'irlashtiruvchi holatlar bor. Ya'ni kim voyaga yetmagan kichkina bolachani o'ldirgani uchun irqiy, milliy, diniy adovat asosida shuni sabab qilib o'ldirgani uchun 8 yildan 20 yilgacha qamoq yoki umrbod qamoq jazosi berilishi mumkin. Katta ehtimol bu bola 16 ga kirmagani uchun, ya'ni qotil 16 ga kirmagani uchun umrbod jazosi berilmasa kerak. Lekin o'sha 8 yildan 20 yilgacha og'irlashtiruvchi holatlar bo'lgani uchun kamida 15 yil, 20 yilga kesilib ketish kerak. Lekin bitta no tomoni bor. Biz uni manqurt deyapmiz, iflos deyapmiz, ong yo'q deyapmiz, mana bu zombi deyapmiz, miyasi chirigan deyapmiz. Ana shularni deloga qo'shib turib, bu aqli raso, ya'ni bir aqlli inson emas. Bu o'sha qilayotgan paytidagi qilmishini bilmagan, buni oqibatini bilmagan, nima qilayotganini bilmagan deb jazodan ozod qilinmasa bo'lgani. Lekin uzoqqa bormaylikda, o'zimiz kimmiz? O'zimiz bir ikkita dalbayob 70-75 biz birga kuchmiz deb chiqsa, bu yerda Toshkentliklar quruq. Xorazmda xalqi bunaqa, Toshkentda viloyatda ko'payib ketdi yoki vodiy unaqa. Bormi? Bormi? Bor. O'zbekmiz hammamiz. 70 misan, 75 misan, 01 misan, 95 misan, 40, 50, 60, 30 любойing, O'zbeksan. O'zbekligingni qo'y. İnsonsan. Qoramisan, oqmisan, sariqmisan, ko'zing karismi, bo'ying pastmi, boymisan, kambag'almisan, odamlarga qo'ygani bor odamlarni. Inson bo'l avvalo. Ajratma. Viloyatga ajratma. Shaharlikka ajratma. Shivasini ustidan kulma. Jilab gapirsa, jo'qilab gapirsa kulma. O'zimizda o'nglab olaylik birinchi o'rinda. Dunyoni o'zgartirmoqchimizmi? O'zimizdan boshlaylik. Bor-ku shunaqalar ham. Yo'lini siqib ketishadiganlar bor. Chekkadan qaraydiganlar bor. Shaharlik quruq. Birlashaylik. Iltimos sizlardan birlashaylik. Bitta o'zbek xalqi bo'laylik. Bu 70, 75, 30 deb mashinalarda raqamlarini, propiskalar shunchaki bu qulaylashtirish uchun. Sen u yoqliksan, sen bu yoqliksan deyish uchun emas. O'zbekiston ham katta hudud. Prosta shuning uchun bu oddiy raqamlar ekanligini amalda ko'rsataylik, isbotda ko'rsataylik. Muomala qilayotganda shaharliksan, qishloqliksan, viloyatliksan, poytaxtliksan, eski Toshkentliksan, vodiyliksan, Qo'qonliksan, Surxondaryoliksan, Termizliksan degan narsa kerak emas. Kerak emas. O'zbekmiz. Insonmiz. Butun yer yuzi inson. Shunchaki boshqa bir millat vakili bo'lgani uchun o'ldirildi. Butun tojik xalqiga, yaqinlariga hamdardlik bildiraman. Biz hammamiz insonmiz. Yer yuzida 7000 ga yaqin millat bor. Hech kimdan ustun emas. Biz hammamiz insonmiz.